yonlaringda turgan shaytonni quvinglar, belga tepinglar. Chunki shayton aytayapti, bu videoni ko'rma, ehson qilma, cho'ntagingda 5 ming 10 ming pulni ham qizg'on deyapti. Rahmon aytayapti. Alloh taolo bizni yaratgan zot aytayaptiki, yaxshi ishga sherik bo'lgin. Ehsoning bo'lmasa, bir birodaringni shu yaxshi ishga yo'llab qo'yganda payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilar. Yaxshi ishga sherik bo'lgan o'sha ishchi qilganlik savobini oladi deyaptilar. Hammamiz iymon keltirganmiz. Like bosgan qo'llaringdan Xudo rozi bo'lsin, qiyomatga nomalaring o'ng tomondan berilsin deb haqqalaringga duo qilyapmiz. Mana bu miqlarni qarang. 1 gram ham chiqmasa kerak tarozida. Lekin qiyomat tarozisida, savob tarozisida bu juda ham og'ir keladi. Hattoki ko'tarolmasligimiz ham mumkin, savobimiz ko'payib ketib qolib. Yaxshi ishga sherik bo'lganligimiz uchun. Keyinlar do'stlar, shunday ekan, bizga 10 million, 15 million atrofida pul zarur bo'lyapti. Mana shu ish bilan bu uyni topshiramiz egalariga. Keyinlar kelishaylik do'stlar. Pullaring bormi? 15 ming so'm bo'lsa ham tushiringlar. 100 kishi, 1000 kishi agar tushiradigan bo'lsak, bu pulimiz chiqib qoladi. 15 million so'm pul. Yoki bo'lmasa 15 ming so'm pullaring yo'qmi? Like bosib qo'yinglar yoki 15 ta yaqiningizga jo'natib qo'ying, bu ham ehson o'rnida o'tib ketib qoladi. Kommentariyada bizni haqqimizga duo qilinglar. Mushkullarimiz oson bo'lsin. Tez orada bu uylarni topshirishlikda Alloh taolodan so'rab duo qilinglarki, nomay amollaring savob amallarga to'lib ketsin sizlarda ham deb duo qilamiz do'stlar. Keyinlar befarq bo'lmanglar. Opamizning nomlariga ochilgan plastik kalta. 5 ming bo'lsa ham, 15 ming bo'lsa ham qizg'onmang. Ko'pchiliklashib 10 million, 15 million pul yig'aylik, uyda topshiramiz. Qaranglar, diyonati bor xonadon. Patolog bo'ldi, eshiron bo'ldi, shipaklovka bo'ldi, oppoq turibdi. Lekin aytishyaptiki, aboy ham shart emas, rang ham shart emas. Ortiqcha pul rasxod qilmaylik. Chunki bitta odam, ikkita odam bemalol yashasa bo'ladigan darajaga kelib qoldi. Qishda so'qatmaymiz, boshpanamiz bor deyapti. Do'stlar, keyinlar. Mana shunday ekan, bularni ham inobatga olib, mana shu holatda chiroq qilib topshiramiz. Mana chiroyi bu oppoq bo'ldi, eshironlar o'rnatildi, tozalab, pollarni qoqamiz, xonadon egalariga topshiramiz. Faqat shu 15 million pul yetmay qoldi. Bitta birlashadigan bo'lsak, do'stlarga jo'natib, like bosib, ehsonimiz 5 ming bo'lsa ham qizg'onmay tushiradigan bo'lsak, albatta biz tez kunlarda uyni bitqazib, haqqalanga duo qilgan holatda sizlarga namoyish qilamiz.